Xabi Alonso o'rniga bosh murabbiy sifatida kimni ko'rishni istardingiz? Zidan nimaga 3 marta ketma-ket Chempionlar Ligasini yutgan va u kiyinishxonasini yaxshi nazorat qila oladi? Zinedin Zidan, chunki u biz uchun ko'p ishlar qilgan. Ketma-ket 3 ta Chempionlar Ligasi va La Liga va har o'yinda Barselonani yengamiz. Agar u rozi bo'lsa, Zinedin Zidan u biz bilan juda muvaffaqiyatli davr o'tkazgan. U faoliyatining birinchi qismidayoq kuchli futbolchilar bilan juda yaxshi ishlagan. Zinedin Zidan yoki Yurgen Klopp. Ularga ham imkon berish kerak va biz uchun yuragini berib o'ynaydigan o'yinchilar kerak. Zidan Galaktikosning bir qismi bo'lgan va klub uchun borini bergan. Yurgen Klopp esa shunchaki ajoyib murabbiy. Yurgen Klopp yomon emas. Menimcha bu biz uchun yaxshi tanlov. Ha, Yurgen Klopp. Ha, balkim yangi o'ynash uslubi va hozirda u eng yaxshi tanlov deb hisoblayman. Og'ayni, Zidan bu eng yaxshi variant, lekin menga Klopp ham yoqadi. Menimcha hamma Zidanni xohlaydi, to'g'rimi? Menimcha u yana madridistlarga yana hayajonli muhitni qaytara oladi. Ha, menimcha Zidan juda yaxshi variant. Menimcha balkim Klopp va bu mening tanlovim va menimcha u juda yaxshi, lekin menimcha to'g'risi Xabi Alonso bu muammo emas. Menimcha u bilan yangi davr boshlanishi kerak va unga vaqt berish kerak. Jose Mourinho. Bilaman, hozir bu juda murakkab. To'g'ri, u allaqachon Real Madridga qaytmasligini muxlislarga aytib bo'lgan. Lekin u avvalgi davrni biroz qaytargan bo'lardi, chunki uning o'ziga xos o'ynash uslubi bor. Jose Mourinhoning kuchli g'oyalari bor. Ha, menimcha Jose Mourinho yoki Alvaro Arbiola. Kimni xohlashimni so'raydigan bo'lsang, menimcha bu Yurgen Klopp. Bu Klopp bo'lishi kerak. Bu Real Madrid uchun orzudagi murabbiy. Zinedin Zidan. Menga otni orqaga qaytargan bo'lardim. Xabi Alonso o'rniga bosh murabbiy sifatida kimni ko'rishni istardingiz? Zidan nimaga 3 marta ketma-ket Chempionlar Ligasini yutgan va u kiyinishxonasini yaxshi nazorat qila oladi? Zinedin Zidan, chunki u biz uchun ko'p ishlar qilgan. Ketma-ket 3 ta Chempionlar Ligasi va La Liga va har o'yinda Barselonani yengamiz. Agar u rozi bo'lsa, Zinedin Zidan u biz bilan juda muvaffaqiyatli davr o'tkazgan. U faoliyatining birinchi qismidayoq kuchli futbolchilar bilan juda yaxshi ishlagan. Zinedin Zidan yoki Yurgen Klopp. Ularga ham imkon berish kerak va biz uchun yuragini berib o'ynaydigan o'yinchilar kerak. Zidan Galaktikosning bir qismi bo'lgan va klub uchun borini bergan. Yurgen Klopp esa shunchaki ajoyib murabbiy. Yurgen Klopp yomon emas. Menimcha bu biz uchun yaxshi tanlov. Ha, Yurgen Klopp. Ha, balkim yangi o'ynash uslubi va hozirda u eng yaxshi tanlov deb hisoblayman. Og'ayni, Zidan bu eng yaxshi variant, lekin menga Klopp ham yoqadi. Menimcha hamma Zidanni xohlaydi, to'g'rimi? Menimcha u yana madridistlarga yana hayajonli muhitni qaytara oladi. Ha, menimcha Zidan juda yaxshi variant. Menimcha balkim Klopp va bu mening tanlovim va menimcha u juda yaxshi, lekin menimcha to'g'risi Xabi Alonso bu muammo emas. Menimcha u bilan yangi davr boshlanishi kerak va unga vaqt berish kerak. Jose Mourinho. Bilaman, hozir bu juda murakkab. To'g'ri, u allaqachon Real Madridga qaytmasligini muxlislarga aytib bo'lgan. Lekin u avvalgi davrni biroz qaytargan bo'lardi, chunki uning o'ziga xos o'ynash uslubi bor. Jose Mourinhoning kuchli g'oyalari bor. Ha, menimcha